Ko'p taom yeyish qalbni o'ldiradi degan. Hikmat qabul qilmay qoladi qalb. Ko'p ovqat yegan inson nasihatni eshitmay qo'yadi. Sal ko'p shu hozirgi yoshlarga, odamlarga ozgina nasihat qiling. O'lingizga bog'liq qiling. Shunaqa. Nimaga? Chunki qalbi qotib qolgan. Nima uchun Ramazonda insonlar muloyim bo'lib qoladi? Kam ovqatlanadi. Birinchidan, ikkinchidan och yuradi kunduz kun. Shuning uchun Och bo'lganingizda birov bilan ishingiz bo'lmaydi-da, o'zingiz ham nasihatni qabul qiladigan miya ishlayotgan bo'ladi-da. Miya butun tanani qayta oyoqqa turg'izish, davolash va ruhiyatingizni yaxshi tozalashga vaqt sarflayotgan. Ko'p taom yeyish qalbni o'ldiradi degan. Hikmat qabul qilmay qoladi qalb. Ko'p ovqat yegan inson nasihatni eshitmay qo'yadi. Sal ko'p shu hozirgi yoshlarga, odamlarga ozgina nasihat